Azizlarim, men orzuyimdagi balkonni ro'yobga chiqarish uchun bugun Robin bilan Pulxaym shaharchasidagi gul magaziniga yo'l oldik. U yerda shunchalar ko'p tuvaklar, har xil balkon uchun, огород uchun, landshat bezagi uchun juda ko'p narsalar bor ekan. To'proq, xil-xili tur-turi bilan to'proqdan 2 pachkani oldik. Robinni boriga shukur, mening orzuyimni ro'yobga chiqarish uchun meni qo'llab-quvvatlab, menga yordam beryapti. Mana shunaqa qilib to'proq oldik, 4 ta tuvak oldim. Keyin yana bitta gul magazinga keldik. Gul emas, urug' olmoqchiman, chunki gul juda qimmat ekan. Masalan, mana shu gul 50 yevro. Mana bu gul 5 yevro. Menga bitta ikkita emas, ancha-muncha kerak. Shuning uchun men arzonroq variantini ko'rib, urug' olib ekishga qaror qildim.